Assalomu alaykum do'stlar. Bu videoda biz ehson qilamiz. Mani 19-tug'ilgan kunim munosabati bilan Murat va komandasi nomidan. Videoni boshlamasdan turib o'tib ketaman. Videoni yengil va pozitiv formatda qildik. Sizning kayfiyatingizni tushirmaslik uchun. Chunki ko'p oilalarda kasal, invalidlik va kam ta'minlangani bo'lgani uchun. Videoni oxirigacha ko'ring. Men hali o'zimning fikrimni aytaman. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun meni tug'ilgan kunim va bugun biz ehson qilamiz. Shu uchun ko'ring. Mana do'stlar 12 oila uchun produktlar bilan zakupatsiya qilamiz korzinkadan. Va hozir biz mashinada shu 12 oilaga produktlarni tarqatishga boramiz. Obzor ketdi. Grechka, ris, mash, un, makaron 2 xil, tuz, bulyon, file kurining, u necha kilo ekan? 2 kilo, 2 kilodan. Hop, tuxumlar, undan keyin non va yog', sabzi, keyin esa piyoz va kartoshka. Buni hammasi 12 oila uchun. Buni hammasi Murat Veyayning shogirdlari orqali va 12 oilaga yordam beryapmiz, ehson qilib va bizga hozir fond yordam beryapti. Bu baraka fondi. Va hozir har bitta oilaga tarqatib chiqamiz. Produktlarni paketlarga yig'ib, mashinalarga solib, hozir ketamiz. 12 ta oilaga olib boramiz. Ular общежитияda turadi ekan va ularga yordam berib, ehson qilib va biz tayyor bo'lib, hozir yo'lga chiqamiz. Спасибо большое. И помогать людям, конечно. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. А сколько лет? 19 лет. Ой, красота еще. Вся жизнь До впереди. 19 как вырос, смотрите. Расти дальше догонять. Я старше него на лет 7-8 из-за этого. Ana do'stlar, ketyapmiz. Har bitta oilaga 4 ta paketdan. Hozir 15-dom. Shunga borib, hali ko'rsatamiz. Hozir 2 ta oilaga berib chiqdik, yana 10 ta qoldi. Juda ham xursand bo'lyapti oilalar va hozir o'zimga ham ta'sir qilyapti. O'quvchilarimga rahmat. Shunaqa kontent qilib, hozir men sizlarga ko'rsatib boraman. Assalomu alaykum. Assalom. Qatga qo'ying. Qo'ying, to'xtalaring bo'lmasa. Oying o'rgusin. Qanjonlaring sog' bo'lsin. Aylanib keting bolam. Oying o'rgusin. Nazarida izzatida bo'linglar. Doim olinglar, oldirmanglar. Doim murod maqsadinglarga yetinglar. Alloh akbarjon. Rahmat bolajonlarim. Baraka topinglar. Assalomu alaykum. Bu sizga va sizni qo'shningiz. Manikini bu yoqqa qo'yinglar, qo'shninikini bu yoqqa qo'yinglar.
oxirgi oilalarga berib chiqyapmiz. Sizlar bilan bo'lsin, ishinglarda omad tegadi bersin. Baxtli taxtiylar bilan bergan bo'lsin. Muhammad alayhisalom vasallam qiziga baxt taxt bilan bergan bo'lsin ilohim. Balolardan, qazolardan, bemahal ajalidan, u quruq tuhmatlaridan saqlasin. Topganinglarni yaxshi kunlariga yaxshi. Allohim yaxshi lavozimlarda el suygan, Alloh suygan bandalardan bo'linglar. Ilohim nimaiki niyatinglar bo'lsa, Alloh yetkazsin. Hech qachon zavol ko'rmanglar. Balanga chiqsanglar chiqinglar-ku Allohim, pastga tushmanglar. Hech qachon Alloh sizlarni kamsitmasin. Sizlar bizga o'xshagan tul xotinlarni, bevalarni, nogironda onasini yo'qlasizlarmi? Alloh sizlarga bersin ilohim. Ой, ломаем. Как у вас дела вообще? Жару нет? Да, все, мы вот и оставим. Xo'p do'stlar, ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, bu kun bo'yicha fikrlarini va emotsiyalarini aytadigan bo'lsam, muhtoj odamlarga yordam berib, biz juda ham hayotimizni, ishimizni, hattoki problemalarimizni qadrlashni o'rgandik va sizga ham shunaqa yaxshi ishlarni qilishga tavsiya beraman. Ayniqsa men o'zimning shogirdlarimga rahmat aytaman, chunki ular orqali bugun 12 ta oilaning qozonlari qaynadi va bunaqa raqamlar ko'payib boraveradi. Men esa bilimlarimni ko'paytirib, sizlarga o'rgatib, har bitta shogirdimni to'lagan pulidan 10% ni ehsonga ajratib boraman. Tabriklaganlarga va ko'ruvchilarga hammaga rahmat.